Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana dekabr oyida sotgan shassimiz Namanganga sotuvdik mana. Hozir nomeridan tanib qolib to'xtatdim bu akalarni. 17 bittada tanidingizmi? 17 000 kilometr yurishibdi. 6 ta gaz balon qilishgan. Tentovkali shtorniy tentovka kuzovni o'zlari yasatib qo'yishgan. Даже 38 kub adashmasam. 560, balandligi 270, enigi 250. Nima kamchiligi bor? Mashinadan davolinmisiz? Qanday yuryapti? Perivallarda qanday bo'lyapti? Necha tonna yuk ortdingiz? 10 tonna perivaldan o'tdi. Barakallah, молодец. Tavsiya qilasizmi odamlarga? Salomat bo'ling. Katta rahmat. Mana Tiger V даже laboyni ham sindirishga umid qilishibdi. Tepasiga Corona keladi yaqinda. Xudo xolosa beramiz sizga ham qo'yib oling. Albatta. Tepasiga Corona keladi.